Xudoning o'g'li Ayso Masih to'g'risidagi xushxabar mundaq boshlandi. Yashaya payg'ambarning yozmasida Xudoning mo'nu so'zlari xotirlangan. Mana oldingda elchimni avatman. U sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi. U bo'lsa bayovonda dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar deb to'g'laydigan kishidir. Darvaqa cho'mildirguchi Yahyo cho'l bayovonda paydo bo'lib, kishilarga yomon yo'llaringlardan yenib to'g'ri qilinglar. To'g'ri qilganlarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shundaq qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb jakarladi. Kishilar Yerusalim shahridan, jumladan butun Yahudiya o'lkasidan uning oldiga kelishib, gunohlarini iqror qilishdi va uning o'zlarini Yordan daryosida cho'mildirishni qabul qilishdi. Yahyo payg'ambar to'gi yungdan kiyim kiygan, beliga ko'n tasma bog'lagan edi. Yaydig'ini kekatki bilan yavohara asli edi. U mundaq deb jakarlaydi: "Mendan keyin texmu qudratlik bir keladi. Men hatto engishib, uning oyog'ining yiplarini yeshishga loyiq emasman. Men sizlarni suvg'ili cho'mildirman, lekin u sizlarni muqaddas ruhga cho'mildiradi." Şu kunlarda Hazreti Ayso Galiliya o'lkasining Nosira shahridan kelib, Yahyo payg'ambar tarafidan Yordan daryosida cho'mildirildi. U sudan chiqibla osmonning yerilib, muqaddas ruhning kaptar holatida osmondan tushib, o'z ustiga qo'nayotganligini ko'rdi. Ondan Arshdan Xudoning "Sen mening suyimlik o'g'lim, men sendan xursandman" degan ovozi anglandi. Muqaddas ruh Hazrati Aysoni shu on cho'l bayovonga elib keldi. U cho'lda 40 kun turib, shayton tarafidan sinaldi. U yovvoyi hayvonotlar yashaydigan yerda bo'lgan shu jarayonda farishtalar uning xizmatida bo'ldi. Yahyo payg'ambar tutqun qilingandan keyin Hazreti Ayso Galiliya o'lkasining har qaysi joylariga berib, vaqt soat yetib keldi. Xudoning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi. Shunga tavba qilinglar, xush xabarga ishoninglar deb Xudoning xush xabarini yakarlashga boshladi. Bir kuni Hazreti Ayso Galiliya ko'li bo'yida ketib yetib, Simon bilan inisi Andarni ko'rdi. Ular beliqchi bo'lib, ko'lga to'r selayotdi. Hazreti Ayso ularga: "Menga ergishinglar, men sizlarni beliq tutishning o'rniga menga odam tutadigan qilaman" dedi. Ular shu an beliq to'rlarini tashlab, Hazreti Ayso bilan mangdi. Ko'l bo'yida biroz mangandan keyin Hazreti Ayso Zabaydining o'g'illari Yoqub bilan Yuhannani ko'rdi. Ular kemida to'rlarini o'ngshayotdi. Hazreti Ayso darhol ularni shogirdlikka chaqirdi. Ular otasi Zabaydini madkorlar bilan birga kemada qoldirib, o'zlari Hazreti Ayso bilan mangdi. Ular Kapernaum shahriga kirdi. Dam olish kuni Hazreti Ayso ibodatxonaga kirib, ta'lim berishga boshladi. Xaloyiq uning ta'limlariga hayron qolishdi. Chunki uning ta'limlari nopuzliq edi. Tavrot ustoznikiga o'xshamaydi. Ibodatxonada jin chaplashgan bir kishi bor edi. Dal shu chaqda u: "Hey Nosiralik Ayso, biz bilan koring bo'lmasin? Bizni yo'qotmoqchimisan? Men sening kimligingni bilaman. Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisan" deb to'lab ketdi. Hazreti Ayso uni so'zlayotgan jinga buyruq qilib, "Og'zingni yum, bu odamning tenidan chiq" dedi. Jin herqi odamning badanini qattiq tortishtirdi va faryod ko'targunicha uning tenidan chiqib ketdi. Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga:
bu qandaq ish? Yep-yangi bir ta'lim-ku. U darvaqa jillaga buyruq qilish huquqiga ega ekan. Ularmi uning so'ziga bo'ysundi ekan, deyishdi. Buning bilan Hazrati Ayso to'g'risidagi xabarlar tezlikda butun Galiliya o'lkasiga tarqaldi. Hazrati Ayso ibodatxonadan chiqibla Simon va Andar bilan birga ularning uyiga bordi. Yaqub va Yuhannami ular bilan birga bordi. Simonning qiynonisi qizitma ishida yotadi. Uning ahvoli Hazrati Aysoga darhol ma'lum qilindi. Hazrati Ayso bemorning qishig'iga kirib, qo'ldan tutib yo'lab, o'ri turg'izdi. Ayolning qizitmasi darhol yenib, ularni kutishga boshladi. Kashqurun kun patqanda kishilar barliq bemorlarni va jin chapashqonlarni Hazrati Aysoning oldiga elib kelishdi. Butun shahardagilar shik oldiga to'plashgan edi. Hazrati Ayso har xil kasallarga giribdor bo'lgan nurg'un kishilarni saqaytdi. Nurg'un kishilarning tendiki jinlarni haydab, jinlarning o'zi haqida eg'iz ichishiga yo'l qo'ymadi. Chunki jinlar Hazrati Aysoning kim ekanligini bilishadi. Etsi etigen tong texi süzülmesdilla. Hazreti Ayso o'rnidan turib, shahar sirtidagi xilvat bir yerga berib, duo tilovat qildi. Simon bilan uning hamrohlari Hazreti Aysoni izlab chiqib, uni topganda hammaylar sizni izlashyotdi, deyishdi. Biroq Hazrati Ayso ularga yaqin atrofdagi yezlog'imi bormasak bo'lmaydi. U yerdimi Xudoning so'zini yetkazishim kerak, chunki men mushu ish bilan keldim, dedi. Shunda qilib Hazrati Ayso Galiliya o'lkasining hamma yeriga berib, ibodatxonalarda ta'lim berdi, hamda kishilarning tendiki jinlarni haydadi. Mahov kechida giribdor bo'lgan bir kishi Hazrati Aysoning oldiga kelib, tizilib turib, "Taqsir, agar xohlasangiz meni kesimdan saqaytib pok qilg'aysiz", deb yolvurdi. Kishi og'rigan Hazrati Ayso qo'lni uningga takkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in", dedi. U odam shu an mahov kesildan saqayib pok qiz bo'ldi. Hazrati Ayso uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligini ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesildan saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil", deb uni qattiq ogohlantirib yo'lga soldi. Biroq u odam chiqib bu ishni hammaga yeyivetdi. Natijada xaloyiqning o'zining atrofiga to'planib olmasligi uchun Hazrati Ayso hech qanday shaharga oshkora bora olmay, shahar sirtidagi xilvat joylarda turishga majbur bo'ldi. Shundaqdimi, har yerdan kelgan xalq uni yanala izlab turdi.